Hasan va Husan aka-uka. Ularning ikkalasi ham suvni asrash kerakligini bilishadi. Ammo Husan shunchaki biladi xolos. Hasan esa haqiqatan ham asraydi. Dada, qarang, shirin ichimliklar bu yerda juda ko'p ekan. Ichimlik suvi, buning ustiga juda mazali bo'lgan suvning shuncha ko'p zaxirasi. Bolalar, aslida ushbu peshtaxtalarda siz ko'rib turgan idishlardagi suvdan ko'ra bir necha ming karra ko'p suv bor. Ular virtual suv yoki suv izi deb ataladi. Yodingizdami? Suvsiz, masalan, non ham bo'lmasligi haqida so'zlab bergan edim. Gap faqatgina suvning xamir qorish uchun kerakligi xususida emas. Bug'doy yetishtirish, un tortish uchun yuzlab litr suv kerak bo'ladi. Shundan keyingina xamirning o'zini tayyorlash uchun nisbatan ko'p bo'lmagan miqdorda suv kerak bo'ladi. Umuman hisoblaganda 3-4 ta non tayyorlash uchun taxminan 150-200 litr suv kerak bo'lar ekan. Husan amaki, Zarnigor kenayi, 4 ta non tayyorlash uchun qancha suv kerakligini bilasizmi? Menimcha 4 piyola suv ketadi-yu, Xtishka. Yo'q, Husan amaki, taxminan 150-200 litr suv ketadi. Dadam hozir sizga tushuntirib beradilar. Qishloq xo'jaligi va sanoat ishlab chiqarishi suv resurslarining asosiy iste'molchilari hisoblanishadi. Umumiy suv iste'molining 95% gachasi ular hissasiga to'g'ri keladi. Juda katta miqdordagi suv qishloq xo'jaligi ekinlarni yetishtirish, chorvachilik va parrandachilik, oziq-ovqat mahsulotlari, qog'oz, to'qimachilik, plastik va boshqa har qanday mahsulotlarni ishlab chiqarish uchun sarflanadi. Mana masalan, 1 kilogramm shokolad ishlab chiqarish uchun 17 ming litr suv zarur. Bu kakao donlarini yetishtirishdan to sanoat miqyosida shokoladni ishlab chiqarish uchun sarflanadigan suv miqdorini o'z ichiga oladi. 1 finjon qahva tayyorlash uchun deyarli 140 litr virtual suv talab etiladi. 1 finjon choyni damlash uchun 34 litr virtual suv zarur. Chunki choyni yetishtirish va ishlab chiqarishni ham inobatga olish kerak. Paxtadan 1 juft shim ishlab chiqarish uchun taxminan 7000 litr suv sarflanadi. Siz iste'mol mahsulotlarini ishlab chiqarish va yetishtirish uchun qancha suv sarf etilishi haqida hech o'ylab ko'rganmisiz? Suvni hurmat qilish orqali siz o'zingiz va farzandlaringiz kelajagini ta'minlagan bo'lasiz.